Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida Jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarni istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mana shunday ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirish deb tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushib deb tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanalloh deb bir marta aytsa shu ham tuni bo'ladi. Xufton namozdan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tuni bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirishib turib bizda tuni deganda deydi odamlar. Chunki tuni deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 dami, 1 dami, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tuni yo'q qilib qo'ymaydi biroq. Hayoli yo'qda, hayoli bu yoqda turib, unaqa tasbih aytgandan ko'ra birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, talavadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jichi hisob qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan turimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talag'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Demak, qaysinisi to'g'ri bo'lganda ham albatta bu tunni ulug' tun ekanligiga ishora bo'ladi. Laylatul qadr xayrun min va ma adraka ma laylatul qadr. Qadr kechasi qandoq kun ekanligini qayerdan bilasiz? Sizga nima bildirdi? Alloh taolo qadr kechasi nimaligini qatdan bilasizlar deyapti. Agar men sizlarga bu narsani bildirmasam. So'ngra mana shu oyni qanday bir ulug' oy ekanligini bizga bayon qilib, Laylatul qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. 84 yilga yaqin umr. Bu yerda o'tirganlar o'rtacha 60 yil, 70 yil yashasam degan rashrobda olamiz. 80 ga kelishlik bir antiqa narsa bo'lib qoldi. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. Chunki bu tunda Qur'on nozil bo'lgan kecha. Bu 1000 oy deyishligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bir qancha hadislarda vorid bo'lgan. Qadim zamonlarda bir podshohni dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikoya qilib beradi. 1000 ta o'g'li bo'lgan. Har bitta o'g'lini har oyda jihodga jo'natardi. Har oyda bitta bolasi shahid bo'ladi. Keyingisini tayyorlardi, jihodga chiqarardi. 1000 oyda 1000 ta o'g'li shahid bo'lib tugadi. So'ngra o'zi chiqdi va o'zi ham shahid bo'ldi. Mana shu narsani Rasululloh aytib berganida sahobalar ta'ajjubga tushdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitib havas qilayotgan sahobalarga qarab turib, bundan ham afzal bo'lgan amalni aytaydi. Qadr kechasi Alloh taolodan savob umidida, namozda, tasbihda, tahlilda, zikrda qoyim bo'lgan kishini qilgan ibodatining savobi 1000 ta bolasini shahid qilgan podshohning savobidan ko'ra ko'proq bo'ladi dedi. Allah. 83 yil, 84 yil tinmasdan ibodat qilgan odam qancha savobga ega bo'lsa, qadr kechasini topgan kishiga undan ko'ra ziyoda savoblar ato qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni Banu Isroil payg'ambarlardan bo'lgan 4 tasi Ayyub, Zakariya, Huzalqil va Yusha ibn Nun alayhissalomlarga aytib turib, bular 80 yil Allohga ibodat qildi, shu 80 yil ichida bir marta ham gunoh qilishmadi dedi. Sahobalar taajjubga kirdi, havas qilishdi. Shunda payg'ambarimiz qadr kechasida qilingan ibodat 80 yil gunoh qilmasdan ibodat qilgandan savobi ko'p bo'ladi dedi. Birodarlar, mana shu kechada o'tiribmiz inshaalloh. Qadr kechasini alomatlar haqida payg'ambarimizdan shunday bir hadislar vorid bo'ladi.
Qadr kechasi bo'ladigan kunni quyoshi tog'orani singari chiqadi, issig'i qattiq isitmaydi, issig'i pastroq bo'ladi deb aytadi. Bugun shunaqa kun bo'ldi agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarda istanglar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mana shunday ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirish deb tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushib deb tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanallohda bir marta aytsa shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozdan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 danmi, 1 danmi, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tunayni yo'q qilib qo'ymaydi biroq. Hayoli bu yoqda bo'lib turib, unaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, taravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jichi hisob qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talag'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Tanazzalul malaikatu va ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. Unda farishtalar va ruh Robbilarini izni bilan barcha ishlarga tushurlar. Bu oyatdagi ruhdan maqsad Jabril alayhisalom. Qadr kechasi Jabril alayhisalom boshlig'idagi farishtalar Alloh taolo kelasi yilgacha taqdir qilgan ishlar ila tushadilar. Free audio post production by alphonic.com. Kechagi darsimiz oxirida matematika o'qituvchisi ayol kishi tafsirdan dars berishga to'g'ri kelib qoldi maktabida. O'zi hijob o'ramaydigan yalonbosh ayol edi. Ana shu darsini o'tishlik jarayonida hijob haqidagi oyatlarni tafsirini o'qib o'rgandi. Ana shu narsadan ta'sirlanib hijobga kirdi. Shunaqa bitta maqola sabab bo'lib qoladi, bitta ma'ruza sabab bo'lib qoladi insonning hidoyatiga. Bitta oyatni tafsirini eshitasiz, qalbingizdan joy oladi. Bir hadisni eshitasiz, sharhini qalbingizga mustahkam o'rnashib qoladi. Ana Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni islomga kirishlik qissasiga qaramaymizmi? Singlisini uyiga kelib, singlisini va kuyovini urib pachaqlagani kelgan edi. Muhammad alayhisalomning diniga o'tganlari uchun. Lekin o'tirib Alloh taolo xohlaganida ana shu Qur'on oyatlari yozilgan sahifani oldi. Bu Toha surasining avvalidagi oyatlar edi. O'qidi, ta'sirlandi, qalbi ochildi, iymonga keldi. Inson mana shunday bir uni saodatli qiladigan shuurlarni, saodatli hislarni topishlik uchun o'qish kerak, ma'ruzalarni eshitish kerak, fikr qilish kerak va saodat degan shuurni topish kerak va natijaga erishish kerak. Endi mana shu topgan shuuri agar topsa, saodatli shuur qalbida yo doimiy bo'ladi, yo vaqtincha bo'ladi. Yo doimiy bo'ladi yoki vaqtincha bo'ladi. Bu nima degani? Darsga keldingiz, tingladingiz, ta'sirlandingiz, amalga kirdingiz, yuksaldingiz. Ana shu saodatli shuurni topdingiz.
Endi mana shu holatingizda davomiy turishligingiz sizning ulug'vorligingiz, sizni qahramonligingiz. Ammo haqni taniganidan keyin, unga amal qilgandan keyin vaqt o'tib, yana eski holatga qaytib qolayotgan bo'lsangiz, ana shu saodatli shuurlarni yo'qotayotgan bo'lsangiz, bu muammo. Hajga borib keladi, iymoni yuksaladi, boshqacha bo'lib yuradi bir oy, keyin boyagi boy xo'ja. Ramazonda taraviga keladi, xatmi Qur'onlarni eshitadi, roza tutadi, iymoni yuksaladi, bir oydan keyin qarasangiz eski holat. Tushunarlimi? Qaytib sigaretni ushamayman deb turib qasam ichgan hajga borganda. Qaytib aroqni oldiga kelmayman deb qasam ichgan. Qaytib qimor o'ynamayman deb Allohga ahd bergan. Chunki ana shu holatda hajdagi yuksak holatida saodatli shuurlarni his qilib turib shu gapni aytdi, keyin qaytib kelib boyagi boyxo'ja bo'lib qoldi. Demak, ulug'vorlik nimada ekan? Insonning qahramonligi nimada ekan? Iymoni yuksalganidan keyin, ana shu al-vajd, saodatli shuurlarni topgandan keyin shu holatida davomiy bo'lishligi ekan. Mo'min doim shunaqa bo'ladi. O'qiydi, zikr aytadi, Qur'on tilovat qiladi, ma'ruzalar tinglaydi, fikr qiladi, doimiy suratda o'zini ustida ishlab turganligi uchun doimiy suratda yuksalib turadi. Muqassirlar esa, o'sha bir iymonida zaif bo'lganlar, mavsumi kelganda bir yuksalib oladi, keyin pastga qarab yuradi. Iymoni zaiflar ana shunday bir yutuqqa erishganidan keyin, mana shunday ularni baxtli qiladigan hislarni, tuyg'ularni, shuurlarni totib ko'rgandan keyin o'zini nazorat qilmay qo'yadi, topgan narsasini yo'qotadi, yana eski ahvolga tushib qoladi. Ya'ni uni insoniyligi yengib qo'yadi. Basharligi yengib qo'yadi. Bandaligi yengib qo'yadi. Qarang, agar mana shu shuurni, mana shu hisni doim ushlab tursangiz, o'zingizni bashariyligingizdan, insoniyligingizdan, bandaligingizdan g'olib bo'lasiz. Sen basharsan, birodar, chunki yeging keladi, ichging keladi. Ayollarni yaxshi ko'rasan, pulni yaxshi ko'rasan, mansabni yaxshi ko'rasan, boylikni yaxshi ko'rasan, basharsan. Bu xohish shahvatlar seni tabiatingga joylab qo'yilgan. Agar banda biz aytayotgan al-vajd martabasiga yetmagan bo'lsa, uni mana shu insoniyligi, bashariyligi yengib qo'yadi. Natijada shahvatlarining quli bo'lib qoladi. Inson demak, o'sha darajaga chiqar ekan, shu holatda doimiy qolar ekan yoki pastlashib ketar ekan. Iymoni baquvvat bo'lgan haqiqiy mu'minlar shu holatida doim nazorat qilib o'zini kitob o'qir ekan, darsga kelar ekan, ma'ruza eshitar ekan, o'zini shu uruvida ushlab turar ekan. Endi iymoni zaiflarchi o'zini kontrol qilmay qo'ygandan keyin pastga tushib ketar ekan. Pastga tushib ketishligi tabiiy, chunki uni nafsi boyaga biz aytgan narsalarni hammasini yaxshi ko'radi. Demak, inson haqni taniganidan keyin ana shu haqda sobit tura olmasligini sababi unda al-vajd martabasini yo'qligi. Agar al-vajd martabasini, saodatli hislarni totib ko'rganida bu eski holatiga qaytmas edi. Masalan deylik, biz o'zimizning shaharimizda yurib, iymon e'tiqodi bir o'rnida zikrini aytadi, o'zini saodatli his qilib yuradi, amallarda qoyim bo'ladi. Keyin boshqa mamlakatga ishlagani ketadi yoki boshqa shaharga ketadi. U yerdagi ulfatlarni qarasa, ancha johil. Shularni ichida ham yurib, o'sha amallaridan qaytmayotgan bo'lsa, biz aytgan martabaga ko'tarilibdi bu odam. Endi ular orasiga kirgandan keyin shularni kepatasiga kirib ketsa, biz aytgan martabaga yetmabdi. Suhbatimizning mavzusi al-vajd martabasi. Insonni baxtli qiladigan, insonni saodatli qiladigan hislar, shuurlar. Eski holatiga qaytib qoldimi? Demak, u biz aytgan al-vajd martabasiga yetmabdi. Chunki hadisda payg'ambarimiz aytdilar, uni Alloh kufrdan saqlaganidan keyin, kufrdan qutqargandan keyin yana kufrga qaytib qolishlikdan
qo'rqsa, xuddi o'tga tushishlikdan qo'rqqanidek. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ta'isa abdud dinari va abdi dirham val qatifati val khamisati in utiya radiya va in lam yu'ta lam yarda." Rasululloh aytadilar: dinor, dirham va matohlar quli bo'lgan ochofat kishilar xor bo'lsin. Agar dunyo berilsa rozi bo'ladi, berilmasa rozi bo'lmaydi. Ya'ni namoz o'qib roza tutadi, dinni mahkam ushlaydi, ishlari tekis bo'lsa. Agar ishlar ozgina xiralashib qolsa, o'sha johiliy hayotga nima qilaveradi? Qaytib olaveradi. Demak, banda shahvatlarining quli bo'ladi. Ana shu shahvatlar insonni ustida hukmronlik qilishiga harakat qiladi. Agar shahvatiga qul bo'lib qolsa inson, ana shu shahvati nima desa, o'shini qiladi. Ammo al-vajd martabasiga yetgan bo'lsangiz, shahvatlaringiz hech qachon ustingizda hokim bo'lmaydi. Xulosa, inson o'zining bashariyligini qachon yenga olar ekan? O'zining nafsini qulligidan ozod bo'la olsa. Agar nafsini qulligidan ozod bo'la olsa, eng oliy martabaga erishadi. Eng oliy martaba nima? Alloh taoloning quli bo'lish. Birodarlar, inson yo Allohning quli bo'ladi, yo boshqa narsalarning quli bo'ladi. Afaroayta man ittaxada ilahahu hawahu. O'zining havoyi nafsini deydi Alloh taolo, iloh qilib olgan odamni ko'rmadingizmi? Qaytaraman. Alloh taolo aytayapti: Afaroayta man ittaxada ilahahu hawahu. O'zining havoyi xohishini, nafsining xohishlarini iloh qilib olgan odamni ko'rmadingizmi deyapti. Demak, inson yo Allohning quli bo'ladi, yo havoyi xohish shahvatini quli bo'ladi. Inson bolasi yetishi mumkin bo'lgan eng oliy martaba Allohning quli bo'lish. Birodarlar, bizchi xolismi, xolamizmi qulmiz. Allohni tanigan odam ham qul, Allohni inkor qilgan odam ham qul. Ob-havoda quli. Shart-sharoitni quli. Insonda nima bor? Insonda yaxshi ish qilish yoki yomon ish qilishlik ixtiyori bor xolos. Boshqa hech qanaqa ixtiyori yo'q. Inson qul, kasallikni quli, kambag'allikni quli, boylikni quli, qo'rquvni quli, vahimani quli. Aytinglarchi bir ozod bo'lgan joyni mutlaq. Bitta. Yo Allohga qul bo'lish, yo havoyi nafsiga qul bo'lishida ixtiyori bor xolos. Astagfiru billah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men deydi Alloh taolo, jin va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi. Agar kishi Allohning quli degan martabaga yetib olsa, shaytonga itoat qilmaydi, havoyi nafsiga itoat qilmaydi, harom shahvatlar yo'q. O'zini nafsi rozi bo'ladigan ishlarni qilmaydi. Nafsiga yoqmasa ham Allohni rozi qiladigan ishlarni qiladi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga Toif ahlini islomga da'vat qilish uchun bordilar. Toif ahli juda xunuk muomala qilishdi. U zotni toshbo'ron qilib haydashdi. Qurayshning sayyidi, Abdul Muttolibning nabirasi, as-sodiqul amin bo'lgan, ishonchli, omonatdor bo'lgan eng hurmatli kishini toshbo'ron qilib haydashdi. Muborak tovonlari yorildi. Mana shu o'rinda insonning nafsi ozor chekib, ularni duoibat qilishlikka shoshiladi tili. Lekin Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qanday qildilar? U zot o'zining nafsini quli emas edilar, balki Allohning quli edilar. Jabroil alayhisalom kelib, "Ya Rasululloh, Alloh sizga salom aytdi va men bilan tog' farishtalari keldi. Agar siz xohlasangiz, mana shu shahar ahlini ikkita tog'ning o'rtasiga qorishtirib tashlaymiz" dedi. Payg'ambarimiz nima dedilar? Yo'q. Allohumma hdi qavmi. Parvardigor, qavmimni hidoyat qil. Qarang, o'zini qavmi deyapti shunda ham. Chunki ular nima qilishayotganini bilishmayapti.
Agar bulardan chiqmasa, shoyat ularning sulbidan Allohni yakkalaydigan insonlar chiqar. Ana ko'ryapsizmi? Allohning quli mana shunday maqomda turadi. Nafsini quli nima qiladi? Duoibat qilib tashlaydi. Biz al-vajd martabasi deyotganda mana shu narsani xohlayapmiz. Inson uni saodatli qiladigan shuurlarni doim topib tursin, inson o'zining shahvatlarining ustidan g'olib bo'lsin. Mana shu o'rinda endi ulamolarning biz so'zini aytishimiz o'rinli bo'ladi. Bu maqomda odamlar uchga bo'linadi. Mutlaq qul, mutlaq ozod inson va ikkalasining o'rtasidagi holat. Mutlaq qul kim? Allohdan uzoq, o'zining shahvatlariga qul bo'lgan inson. U mutlaq qul. U faqat shahvatining xizmatini o'ylaydi. Hech kimga hech qanday yordamni bermaydi agar foyda ko'rmasa. Pul olmasa o'rnidan jilmaydi. Bunaqa inson mutlaq qul bo'ladi. Menga nima deydi? Menga kerakmi deydi. Menga nima foyda bor bundan deydi. Foyda yo'qmi? Qilmaydi. Mana shu odam nafsini quli bo'ladi. Fuzayl ibn Iyoz aytadi, rahimahulloh, shahvatlariga bo'yinsungan inson uchun tavfiq eshiklari yopiladi. Nima degani bu? Faqat o'zini havoyi nafsi shahvatlarini orqasidan yurgan odamni Alloh taolo yaxshi, to'g'ri, xayrli narsalarga muvaffaq qilmaydi. Hech qachon yeta olmaydi bunaqa odam. Bunaqa odam uchun dunyoda faqat shumlik bor, yomonlik bor. Oxiratda bo'lsa jahannam bor. Qatoda radhiyallohu anhu aytadi. Alloh taolo maloikalarga shahvatsiz aqlni berdi. Maloikalarda shahvat yo'q, faqat aql bor. Hayvonlarga shahvatni berdi, aqlsiz. Hayvonlarda faqat xohish istak bor, aql yo'q. Endi insonga esa aqlni ham shahvatni ham ato qildi. Endi qaysi bir odamning aqli shahvatini yengsa, bas u maloikalar bilan birga bo'ladi. Endi kimni shahvati aqlini yengib qo'ysa, bas bu odam hayvonlar bilan birga bo'ladi. Inson shahvatlaridan ozod bo'lgan bo'lsa, shunda u mutlaq ozod bo'ladi. O'zining shahvatlarini yenggan odam haqiqiy ozod inson bo'ladi. Endi savol. Inson bir vaqtning o'zida ham qul, ham ozod bo'lishi mumkinmi? Insonning hayotida qullik bilan ozodlik birlashadimi? Savol shundaylar, ham qul, ham ozod bo'ladimi bir vaqtda o'zida? Ha, bo'ladi. Haqiqiy ozod inson o'zini qalbini bu dunyoning matohiga qul bo'lishdan qutqarib, Robbil alaminning quli bo'lishiga erishadi. Shu bilan uning shaxsiyatida qullik va ozodlik birlashadi. Dunyoning matohiga bo'lgan qullikdan ozod, lekin Allohga qul. Tushunarli bo'ldimi? Allohga qul, dunyo matohidan, shahvatlaridan ozod. Allohga haqiqiy qul bo'lgani uchun bu dunyoning matohidan ozod bo'ladi. Bu dunyoning matohidan ozod bo'lgani uchun Allohga qul bo'ladi. Demak, doim yuksalib boradi. Mana shunday u mo'min doim yuksalib boradi. Allohning unga ko'rsatgan marhamatlariga nazar solganida uni baloga uchraganlar qatorida qilib qo'ymaganiga shukr keltiradi. Balo egalari kim? Dunyoda yashab turib balo ahllari deb kim aytamiz? Bu shunaqa odamlarki, o'zlarining havoyi nafsiga qul bo'lgan odamlar. Agar bizdan balo ahllari kim deb so'raydigan bo'lsa, shunday javob berishimiz kerak. Hayotni o'zi balo. Val asr innal insana lafi xusr. Asrga qasam, albatta inson ziyondadir. Ya'ni baloga kirdi. Dunyoga kirishi bilan uje baloga kirdi. Shu balodan faqatgina iymoni bo'lsa, solih amali bo'lsa, bir-birini haqqa chaqirsa va sabr qilsagina bu balodan omon bo'ladi. O'shuning uchun aytyapmiz, dunyoni o'zi balo. Dunyoni hamma yo'g'i tashvish.
mashaqqat, qo'rquv, xavotir. Endi haqiqiy balo egalari kim? Allohni tanimaganlar. O'ylamanglar. Qo'lida milliardlagan dollari bo'lsa, tani sog' bo'lsa, dunyoviy maishati zo'r bo'lsa, buni hayoti zo'r demang. Agar Allohni tanimagan bo'lsa. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Alloh taolo aytayapti, kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, nimadan? Dindan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Allohni tanimagan, Allohga qullik qilmagan odam dunyodagi eng baxtsiz odam. Milliardda bo'lsa ham, trilliardda bo'lsa ham. Bunaqa odamlar otdek sog'lom bo'lishi mumkin. Bironta kasallik hidi ham bo'lmasligi mumkin. Obro'si, daromati katta bo'lishi mumkin, mansabi, lekin Allohdan g'ofil bo'lganligi uchun bu odamlar baxtsiz deyiladi. Endi siz bilan biz Allohdan g'ofil emasmizmi? Demak, o'z-o'zidan siz bilan biz eng baxtli odamlarmiz. Shuni his qilamizmi, yo'qmi? Tarixda o'qisangiz, ne jahongirlar, ne sultonlar, podshohlar kelib ketdi. Ana shu taxtga, mansabga, boylikka, saltanatga erishish uchun qanaqa xiyonatlarga, qanaqa bir gunohlarga, harom ishlarga qo'l urishmadi. Kimisidir mana shu bir harom yo'llar bilan yetdi, kimisidir yetmadi, lekin hammasi ketdi. Endi siz o'zingizni baxtli his qiling. Nima uchun? Shunaqa harom ishlarga Alloh taolo sizni burib qo'ymadi. Birovni o'ldirmadingiz. Birovni ustidan tuhmat qilmadingiz. Birovni molini tortib olmadingiz. Siz ham 50 yildan keyin, 100 yildan keyin yo'q bo'lasiz. Ular ana shu mansabga kelguncha nima ishlarga qo'l urganligini o'zlari biladi va Robbilari biladi. Ertaga qiyomat bo'lganda ana shu mansab, ana shu dunyo qo'lingizda bo'lmaganiga hamdlar aytasiz. Shuni hozir his qiling. Allohdan bizlarni ana o'sha unga muhabbat qiladigan va iymon lazzatini totadiganlar qatoriga kirishini so'raymiz. Lekin bu darajaga yetish uchun katta mehnat qilish kerak. Sabr qilish kerak, nafs bilan jihad qilishlik kerak. Astagfirullah. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin. Bizning yo'limizda jihad qilgan, kurashgan zotlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat qilamiz. Aniqki, Alloh chiroyli amal qilguvchi zotlar bilan birgadir. Eng katta jihad inson o'zining nafsi bilan qiladigan jihodi. Al-Vajd martabasini o'qidik. Al-Vajd bu saodatli shuurlar. Din deganda biz nimani tushunamiz? Aqida, ibodat, axloq, muomala, farz, harom. Lekin haqiqiy din deganda biz yana shuurlarni ham tushunishimiz kerak. Mo'min banda his qiladigan, uni saodatli qiladigan shuurlar, hislar, tuyg'ular. Bandani Allohning roziligiga qarab yurib borishligida mana shu shuur, hislarning o'rni juda ham katta. Mana shu shuurlar iymon yo'lidagi motorga o'xshaydi. Motor baquvvat bo'lsa, mashina har qancha yukni mashaqqat qilmasdan sudrab keta oladi. Agar mana shu shuurlar, motor bo'lib turgan shuurlar zaiflashadigan bo'lsa, susayib ketsa, inson mana shu saodatni his qilmay qo'ysa, qilayotgan amallari faqatgina shakli bo'lib qoladi. Din faqatgina ma'lumot bo'lib qoladi, fikr bo'lib qoladi, munoqasha bo'lib qoladi. Agar bu holatda dinda ushlaydigan bo'lsangiz, sizni din malolantiradi. Din odamlarni qiynaydigan quruq amallarni o'zi bo'lib qoladi. Ana shu shuurlari, hislari bandani Alloh sari yetaklaydi. Alloh azza va jalladan siz bilan bizni ham mana shu al-Vajd martabasiga yetishimizga muvaffaq qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.